Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda ko'rib turganlaringdek keng assortimentdagi elektr, gaz duxovkalarimizni obzorini qilamiz. Bugungi kunda bizda bitta listli, ikkita listli, uchta listli, to'rtta listli, 6 ta, 9 ta listli elektronli va shunchalik gazli duxovkalarimiz bor. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Video davomida biz bularni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa narx-navosi, qanaqa tok ishlaydi, hamma xarakteristikalari bilan aytib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Qani bo'lmasa biz obzorimizni boshladik. Birinchi o'rinda eng hadavoy duxovkalarimizdan bittasi, bitta listli duxovkalarimizni tanishtirib o'tamiz. Bu bitta listli duxovkalarimiz 220 tok ishlaydi. Hozirgi kunda bizda tay toshligi bor, tay temirligi bor. Bular nima farqi bor desalang, tay toshligini ko'pincha pizzaxonalarga, ya'ni yangi biznes boshlamoqchi bo'lgan pizzachi akalarimizga maslahat beramiz. 60 sm, 40 sm lik ichki sig'imga ega bitta oddiy list ketadi. 220 tok ishlab 300 gradusgacha chiqadi. O'zini timer-salari, hamma funksiyalari bor. Ichkarida lampochkalari ham bor. Mana bunisi tay toshli varianti. Endi tay temirli ham xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Faqat mana tosh o'rniga temir bo'ladi. Xo'p, tay temirlikni kimlar oladi desalar, uni avtomatik tor sohasidagi, somsa sohasidagi shu konditer sohasiga yaqinroq bo'lgan aka-uka opa-singillarimiz olishsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozirgi kunda buni narxini super narx, tay toshligini $200 qilib beraman, tay temirligini $180 qilib beraman. Aloqaga chiqasizlar, yana kelishtirib beramiz. Va undan tashqari, videoda oxirigacha ko'ringlar. Videoda oxirida sizlarga zo'r bonus qilib beraman. Videoda oxirigacha ko'rishlaringiz arziydi. Oxiriga o'tkazib yubormaydi. U oradan aytib mumkin u bonusni. Qanaqaligini bilib olasizlar. Bonus xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi xuddi shuni akasi desa ham bo'laveradi. Ya'ni qanaqa ma'noda buni 2 barobar katta. Ichki sig'imi 80 ga 60. Va 80 ga 60 bo'lgani bilan bitta ko'rsating, bu ham xuddi shunaqa ikki xil tur mavjud. Tay toshligi bor, tay temirligi bor. Endi buni tay toshligini bo'y professionalliroq pizzaxonalar olishsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. 220 dan 380 dan ham ishlaydi, 400 gradusgacha qiziydi. Timer-salari hamma funksiyasi bor. Bunda ham to'liq, xudo xolasa hamma yo'g'i bor. Bular Xitoy zavod, o'sha zavodda ham o'sha yevro standartlarga javob beradigan darajada sifatga ega, to'liq nержавейка va yonlari krashinning ishlatilmagan tunuka. Xo'p, 220 380 da ishlaydigan ikkita listligimiz hozirgi kunda 6,5 kWh rasxod qiladi. Narxiga keladigan bo'lsa, $380 sotdi toshligini $360 qilib beramiz. Oddiy temirligini bo'lsa $320 dan qilib beramiz, xudo xolasa. Endi buni akasi, ya'ni shulardan bir listlidan 3 barobar katta, 2 listlidan yarim barobar katta bo'lgan 3 ta listlilarimiz. Buni ham bitta ko'rsating. Buni ichki sig'imiga keladigan bo'lsa, 120 ga 60 bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa 220 dan 380 dan ishlayveradi. Soatiga 400 gradus, soatiga 9,5 kW rasxod qilib, 400 gradusgacha qizitib beradi. Zavodlari bitta. Bizda hozirgi kunda 3 xil zavod duxovkalari bor. Astar, Gulib, undan tashqari hozirgi kunda eng chempion bo'lib turgan Kitwin brendlarining duxovkalari bor. Xudo xolasa aloqaga chiqsalar, bularning bir-biridan farqini tushuntirib beramiz. Xo'p, hozirgi kunda bu 3 ta patnisli duxovkamizni 220 dan 380 dan ishlaydigan modelini oddiysi ham bor, temirlisi ham bor. Oddiysi, temirlisi ham bor va toshlisi ham bor. Hop, bularda narxlariga keladigan bo'lsa, temirlisini $450 qilib beramiz. Hop, toshlisini bo'lsa $550 qilib beramiz. Yana aloqaga chiqasizlar, yana kelishadigan xonasi bo'ladi. Shu orada men aytib o'tib ketaylik. Videoni mashqgacha ko'rdingiz. Biz sizga qanaqa bonus qilib beramiz desak, hop, bizda mana misol uchun hozir o'zini komplektida misol uchun bitta listli duxovka oladigan bo'lsangiz, bitta list chiqadi. Videoda mana shu ko'rib turib, mana shu joyini iminda menga aytadigan bo'lsangiz, bitta listli olsangiz sizga bitta list bonus, o'ziniki bilan ikkita list bo'ladi. 4 ta listli olsangiz, 4 ta list bonus, o'ziniki bilan 8 ta. 8 ta. Nechta list olsangiz, yana o'shancha list qo'shib beraman. Bu aksiyamiz xudo xolasa 2026-yil 8-oy, ya'ni avgustgacha davom etadi. Aloqaga chiqib olasizlar. Yana ham narxlarni o'tib chiroyli qilib beramiz. Endi bulardan keyingi duxovkalarimiz, hop, 4 ta listli duxovkamiz, bunimiz 2 listlining akasi, ya'ni 2 barobar kattasi, bo'yma-bo'y 2 barobar katta bo'ladi. Hop, ichki sig'imlari buniki, hop, 80 ga 60 bo'ladi, 2 qator bo'ladi. Mexanizmlari alohida bo'ladi. 400 gradusgacha chiqadi. Polni mexanizmlar lyusi bo'ladi. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Vodiyskilar o'zimizning do'konning nomi.
oddiy uskunalar o'zimizning do'konning nomi. To'liq Nerjava aka, oldilarida nakleyka bor. Buni ham xuddi shunaqa 220 380 da ishlaydigan modellari наличиеda mavjud. Hop, bularni soatga 12,5 kW elektr toki rasxod qiladi. Hozirgi kunda narxiga keladigan bo'lsa, biz buni sizlarga $650 qilib beramiz. Tay toshli modeli buniki bo'lmaydi. Zakaz beradiganmiz, zakaz bo'yicha olib kelib berishimiz mumkin. Uni aloqaga chiqasiz. O'sha zarur bo'lgan vaqtda aloqaga chiqsangiz, uni ham o'sha narxini kelishamiz. Endi buni kattasi 6 ta listlarimiz, 6 ta listlarimiz 3 ta alohida mexanizm, ichki sig'imlar 80 ga 60, 80 ga 60 da 3 qator bo'ladi. Soatiga 18 kW rasxod qiladi. Bular endi avtomatik 220 380 emas. 380 to'g'ri 380 da ishlaydi. Xo'p, buni aloqaga chiqasizlar. Buni yana ham to'liq informatsiyasini berib o'tamiz. 400 gradusgacha chiqadi. Taymerlari hammasiniki alohida mexanizm bo'ladi. Misol uchun, sizga bitta qatori kerak, bitta qatorni o'zini ishlatib, ikkita qator o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki ikkita qatori kerak, bitta qatorni o'chirib, ikkita qator ishlatsangiz bo'ladi. Yoki hammasini birdaniga ishlatib, hammasini birdaniga o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu o'zingiz qo'lingizda bo'ladi. Xo'p, bu apparatimiz hozirgi kunda narxiga keladigan bo'lsa, biz sizlarga buni o'zi aslida $1100 ga sotganmiz, $850 o'sha skidka narxda qilib beramiz. O'sha avgust oyigacha oladigan bo'lsangiz, biz sizga o'sha listlarini yana dabavka 6 ta listga 6 ta list qo'shib beramiz, xudo xolasa. Bu duxovkamizni tanishtirib o'tdi. Endi buni akasi 9 ta listli elektronli modellarimiz. Elektronli modellarimiz 9 ta listlilarni soatiga 27 kW rasxod qiladi. Xuddi mana 3 ta listli mexanizmda 3 barobar kattasi desa ham bo'laveradi. 3 ta qatorda bir-biriga kiydirib qo'ygan model. 400 gradusgacha qiziydi, soatiga 27 kW rasxod qilib 380 tok ishlaydi avtomatik bilan. 380 ishlaganning hisobida o'sha elektrlarni polni yangilab polni boshqatda elektr mexanizm tuzish kerak buni. O'sha aloqaga chiqsangiz tushuntirib beramiz. Ekranda nomer turibdi, aloqaga chiqaverasizlar. Hop, bu apparatimiz o'zi asl narxi $1250, $1300 gacha sotganmiz. Brendiga qarab, kastasiga qarab aloqaga chiqaverasizlar. $1150 dan qilib beramiz. Endi bu sizlarga tanishtirib o'tgan duxovkalarimiz elektronik modellarida, endi bizda hozirgi kunda pitsa uchun mo'ljallangan va gazli modellarimiz bor. Gazli modellarimiz narxlari xuddi shu aytganlarimdan hammasidan gazlisi ham, elektrlisi ham bor. Xudo xolasa bu video yuklanguncha gibrid modellari ham keladi. Ekranda nomerlar aloqaga chiqinglar. Biz sizlarga ularga ham to'liq informatsiyasini beramiz. Endi hozirgi kunda mana наличие bor gazli modelim, bitishlarni ko'rsating. Gazli modelim, Kitvin modelini 9 ta listliga xuddi shundan brend asosida Astar Gulib brend asosidan kelishi mumkin. Xudo xolasa bilan aloqaga chiqasizlar, to'liq informatsiyalarni beramiz. Gazli modelimizni hozirgi kunda narxlari oddiy elektrga nisbatan plus-minus $100 arsa qilishi mumkin. Mana 9 ta listli misol uchun $1150 elektrli 9 ta listligini qilib bersam, gazlisini $1550 qilib beraman. Endi 2 listlik uncha farq qilmaydi. $50-60 farq qiladi. 3 ta listlik ham shunaqa $100 gacha farq qilishi mumkin. Buni aloqaga chiqasizlar, o'sha kungi narxga qarab turib sizlarga chiqarib beramiz. Endi pitsa pechda eng professionallisi, ya'ni 500 gradusgacha chiqadi, o'zi 600-700 gradus bosimgacha chidab bera oladigan pitsa pechimiz. Ichki sig'imi 60 cm ga 60 cm bo'ladi, eng standart razmer. Hop, bu 220 dan 380 dan ishlaydi, soatiga 12 kW rasxod qiladi. Tushuntirib beramiz ularni hammasini. $850 narx belgilaganmiz, aloqaga chiqaverasizlar, kelishaveramiz. Bular komplektda listda bo'lmaydi. Xudo xolasa sotib olganlardan keyin qo'ldan kelgancha informatsiya beramiz. Endi buni 2 qatorlisi bor. Hozir 2 qatorlisi narxini aytdim, 1 qatorlisi bir qatorlisi $550 qilib beramiz. Xuddi shunday xarakteristikada bo'ladi. Shuning tushunishlang uchun mana shu o'rtasidan bo'lib turgan tepasi yoki pasti o'zlaringga qulay qila olasizlar. Xo'p, bu sizlarga tanishtirib o'tirilgan duxovkalarimiz hozirda bizda наличиеda bor duxovkalar. Undan tashqari bizda keng assortimentdagi qattiq xamir, yumshoq xamir uchun mo'ljallangan mishalkalar, mikserlar, ekranda videolar, rasmlar chiqib turibdi. Undan tashqari konditer sohasiga kerakli har qanaqa uskunalarimiz bor. O'zbekiston savdo uyi, biz o'zimizning do'konimizda yo'q tovarlarni ham zakaz bo'yicha bemalol Xitoydan olib keltirishlaring mumkin. Manzilimiz Farg'ona shahar. Videoga like bosinglar, maksimal darajada bizni qo'llab-quvvatlaganlaringizni shu tariqa ifodalab bera olasizlar. Video oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Obzorimiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.